Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan nimaga dori moddalari reaksiya beradi? Shuni 5 ta sababi haqida gaplashamiz. Dori moddalari reaksiya berishining birinchi eng ko'p sabablaridan bittasi bu polipragmaziyadir. Polipragmaziya nima? Polipragmaziya bir vaqtda o'zida 5 va undan ko'p dorini birgalikda qabul qilish polipragmaziya deyiladi. Turli xil ilmiy xulosalar, ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ikkita dorini bir vaqtda qabul qilgan vaqtda dori allergiyasi yoki dorini nojo'ya ta'siri xavfi 13% atrofida bo'ladi. 5 ta dorini bir vaqtda qabul qilgan vaqtda dorining nojo'ya ta'siri yoki allergiya xavfi 58% atrofida bo'ladi. 7 ta va undan ortiq dorini bir vaqtda qabul qilganda doridan allergiya xavfi 82% holatda bo'lishi ko'rilgan. Nimaga ko'p dorini qabul qilish, ya'ni polipragmaziya dori allergiya xavfini oshiradi? Birinchidan, organizmga har bitta tushgan dori yot modda, ya'ni yot antigen hisoblanadi. Qancha dori ko'p qabul qilinishi bilan organizmga tushib turgan yot moddalar soni ortib boradi. Bu albatta immun tizimi bilan to'qnashadigan yot moddalar soni ortib borishi natijasida dori allergiya, doridan nojo'ya reaksiyalar xavfini orttirib boradi. Ikkinchi sababi, dorilar bir vaqtda qabul qilganda ma'lum bir dori boshqa dorining ta'sirini kuchaytiradi yoki uni so'rilishini sekinlashtiradi yoki organizmdan chiqib ketishini sekinlashtiradi. Bu ham albatta bitta dori ikkinchi dorini allergiya xavfini oshirishiga sabab bo'ladi. Yana bitta muhim jihatlardan bittasi, organizmda reaktiv metabolitlar ortib boradi. Ya'ni har bitta modda organizmga tushgandan keyin parchalanish jarayonida uni metaboliti hosil bo'ladi. Har bitta metabolit boshqa metabolitlarga qo'shilganda, boshqa dorilarda metaboliti bilan birgalikda dori allergiya xavfini oshirishi va organizmga tushib turgan immun yuklama oshishini hisobiga yanada nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishi ortishi mumkin. Polipragmaziya, ya'ni dorini ko'p ichish haqida gapirilganda albatta yosh kattalarni ham aytib borish kerak. Odamning yoshi ortib borishi bilan, keksayib borishi bilan uni organizmidagi jigarda, buyrakda funksional holati o'zgarib boradi. Har bitta organizmdan chiqib turgan moddalarni tezligi, organizmdan chiqarilish tezligi, vaziyati, metabolizmi o'zgaradi. Bu ham dori allergiyasi xavfini oshirib boradi. Yoshi katta odamlar 60-65 yoshdan ortib borgandan keyin turli xil klinik tadqiqotlar xulosasiga ko'ra ko'p dori qabul qilganligi tufayli ularda dori allergiya xavfi ham ortib boradi. Turli xil dorilarni birgalikda qabul qilganda quyidagi dorilar eng ko'p reaksiya beradi. Birinchisi bu albatta antibiotiklar, xususan beta-laktam xalqi saqlovchi antibiotiklar. Keyingisi nosteroid og'riq qoldiruvchi vositalar, ya'ni og'riq qoldiruvchi va isitma tushiruvchi preparatlar. Keyingisi rentgen kontrast moddalar. To'rtinchisi antikonvulsantlar, ya'ni talvasaga, sudurga qarshi ishlatiladigan dorilar. Beshinchisi albatta biologik preparatlar yoki onkologiyada ishlatiladigan preparatlar hisoblanadi. Dori allergiyasiga sabab bo'ladigan ikkinchi eng katta omillardan bittasi antibiotiklarni tez va tartibsiz qabul qilish. Antibiotiklarni tez va tartibsiz qabul qilish to'g'ridan to'g'ri bevosita va bilvosita ta'sirlar orqali organizmda allergiya xavfini, dori allergiyasi xavfini orttirib boradi. Bunda birinchi o'rinda sensibilizatsiya bo'ladi. Ma'lum bir antibiotikga nisbatan sezgirlik hosil bo'ladi. Xuddi shu antibiotik qayta organizmga tushganda immun tizimi uni eslab qolganligi tufayli dori allergiyasi xavfi ortib boradi. Shuningdek, davolanish kursi ortib borgan sari organizmni ta'sirlanishi, organizmga tushib turgan antibiotiklar soni ko'pligini hisobiga yanada dori allergiya xavfi ortib boradi. Antibiotiklar haqida gapirganda shuni aytib o'tish kerakki, har bitta keng ta'sirli antibiotik oshqozon ichagiga tushganda ichak mikroflorasini buzadi. Buning natijasida oshqozon ichagidagi mikroflorani xilma-xilligi buziladi. Qisqa zanjirli yog' kislotalari hosil bo'lishi kamayadi. T regulyator hujayralari soni kamayadi. Immun tizimini allergiyaga moyilligi ortib boradi. Bularda hammasini ta'sir natijasida dori allergiyasi, ovqat allergiyalari, bronxial astma va atopik dermatit kabi kasalliklar xavfi ortib boradi. Bulardan tashqari, har bitta organizmga tushib turgan antibiotik yangi allergen bo'lishi mumkin. Bemor bugun yangi antibiotikni boshlab,
Davolash kursi davomida bir necha marta antibiotikni o'zgartirib borish yuqorida aytganimizdek organizmga tushib turgan turli xil molekulalar hisobiga organizmda allergiya xavfi ortib boradi. Dori allergiyalarini keltirib chiqaradigan uchinchi eng katta omillardan bittasi bu virusli infeksiyalardir. Xususan Epstein-Barr virusi, sitomegalovirus va gerpes viruslari. Bunda yuqoridagi viruslar organizmga immun tizimini faol holatda ushlashiga va ma'lum bir dorilarga nisbatan organizmda allergiya paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni immun tizimini dori allergiyasi kelib chiqishiga undaydi mana shu yuqoridagi viruslar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, virusli infeksiya vaqtida immun tizimi faol holatda bo'ladi. Immun tizimi faol holatda ma'lum bir doriga nisbatan immun tizimini aktivligi, unga qarshi sitokin ishlab chiqarishi, unga qarshi allergiya keltirib chiqarish xavfi yuqori bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan holatlardan bittasi infeksion mononukleoz, ya'ni Epstein-Barr virus infeksiyasi. Xuddi shu virus infeksiyasi vaqtida bemorga amoksitsilin yoki ampitsilin antibiotik berilgan vaqtda bemorda makulopapulyaz, ya'ni qizig'ish, tanadan biroz ko'tariladigan yoki teri bilan bir xil holatda turadigan qizig'ish, toshmalar paydo bo'ladi. Bu to'g'ridan to'g'ri mana shu pensilin qatori antibiotiklarga nisbatan reaksiya emas. Albatta virusli infeksiya, ya'ni Epstein-Barr virusi natijasida paydo bo'ladigan toshma, ya'ni allergiya hisoblanadi. Epstein-Barr virusi infeksiyasi asosan B limfositlarga ta'sir qiladi. Infeksiya vaqtida natijada immun tizimi faollashgan holatda bo'ladi. Bu holatda dori qabul qilinsa, dori molekulalari immun tizimi tomonidan dorining metabolitlari osonlikcha allergen deb qabul qilinadi. Shuning uchun bemorda angina, tonzillit xurujlari vaqtida yoki bemordagi limfa bezlari kattalashgan holatlarda bemorlarga ampitsilin, amoksitsilin, xullas penisilin qatori antibiotiklarni berish bemorda dori allergiyasi xavfini orttiradi. Sitomegalovirus infeksiyasi ham albatta dori allergiyasi xavfini oshiradi. Sitomegalovirus ta'sirida immun tizimi faolroq holatda bo'ladi. Bu albatta dori allergiyasiga sabab bo'ladi. Sitomegalovirus infeksiyasi fonida paydo bo'ladigan dori allergiyalari odatda og'ir kechadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, gerpes viruslari ham albatta dori allergiyasi xavfini oshiradi. Gerpes virusi haqida gapirilganda albatta Dress sindromi haqida gapirib o'tish kerak. Dress sindromi nima? Dress sindromi bu og'ir dori reaksiyasi bo'lib, yuqori isitma, butun tana bo'ylab keng tarqalgan toshma, yuzlardagi shish, limfa bezlarining kattalashuvi va qonda paydo bo'ladigan eozinofiliya, ya'ni eozinofillar miqdorini ortishi bilan xarakterlanadi. Qo'shimcha ravishda bemorda jigar, buyrak va taloq funksiyasi ham zararlanishi mumkin. Dress sindromiga gerpes tipidagi virusli infeksiyalarda organizmda qayta faollashuvi sabab bo'ladi. Quyidagi dorilar virusli infeksiya fonida berilganda bemorlarda ko'pincha dori allergiyasiga sabab bo'ladi. Penisilin qatori antibiotiklari, sefalosporinlar, sulfanilamidlar, antikonvulsantlar, ya'ni talvasiga qarshi ishlatiladigan dorilar, allopurinolol, vankomitsin va ba'zi bir og'riq qoldiruvchi dorilar. Bemorda kuzatilayotgan holatlar haqiqiy dori allergiyasimi yoki virusli infeksiya fonida bo'lyaptimi? Buni albatta ajratish kerak. Bemor dorini qabul qildi. Dorini qabul qilishi bilan bemorda qizarish ko'rinishidagi, to'rvoq, eshak yemi ko'rinishidagi toshmalar paydo bo'lishi, qon bosimini tushishi yoki mana bu nafas qisishi kuzatilishi bu ko'proq haqiqiy dori allergiyasi degan ehtimolni oshiradi. Aksincha, bemor ma'lum bir infeksiya fonida 3 kun, 4 kun davomida ma'lum bir dorini qabul qilgandan keyin bemorda nojo'ya ta'sirlar, nojo'ya dori reaksiyalari kuzatila boshlagan bo'lsa, bu ko'proq dori allergiyasini keltirib chiqaradigan sabab viruslar degan xulosaga kelish mumkin. 4-chi dori allergiyalariga sabab bo'ladigan sabab dorini yuborilish yo'li. Ya'ni bemorga dori vena ichi orqali yuborilganda dori allergiyasi xavfi eng yuqori bo'ladi. Bunga asosiy sabab qonga tushgan dorini to'g'ridan to'g'ri tezda immun tizim bilan to'qnashishi.
Bundan kamroq xavf keltirib chiqaradi dorini mushak ishiga yuborganda. Nisbatan kamroq xavf dorini mana bu teri ostiga yoki suyak ichiga yuborilganda bo'ladi. Dori allergiyasi xavfini eng kam dori allergiyasi xavfiga sabab bo'ladigan omil bu dorini ichish orqali qabul qilish. Bu holat ham nisbatan nisbiy bo'ladi, chunki bemor dorini og'iz orqali qabul qilishi bilan uch zog'oti bo'g'ilish reaksiyalari bo'lishi mumkin. Dori allergiyasini keltirib chiqaradigan 5-asosiy sabablardan bittasi bu bemorlardagi surunkali kasalliklar va immun tizimidagi surunkali muammolar. Surunkali kasalliklar fonida immun tizimi doimo qo'zg'algan holatda bo'ladi. Shu vaqtda qabul qilingan dori albatta reaksiya xavfi yuqori bo'ladi. Surunkali infeksiyalardan autoimmun kasalliklar borki, ya'ni Shegrin sindromi, revmatoid poliartrit, qizil valchanka kabi autoimmun kasalliklar vaqtida dori allergiyasi xavfi yuqori bo'ladi. Sababi bu vaqtda immun tizimi noto'g'ri ishlaganligi tufayli xuddi shu kasalliklar kelib chiqadi. Statistik ko'rsatkichlarga ko'ra, autoimmun kasalliklar bilan og'riydigan bemorlarda dori allergiyasi boshqa kasallarga nisbatan, boshqa sog'lom bemorlarga nisbatan yuqori bo'lishi ko'rilgan. Surunkali kasalliklardan yana bronxial astma va boshqa allergik kasalliklarda bemorlarda organizmda umumiy allergik fon yuqori bo'ladi. Allergik fon yuqori bo'lishini hisobiga bemorda dori allergiyasi xavfi yuqori bo'lishi mumkin. Lekin bu ham doimiy holat emas. Har doim ham allergiyasi bor, astmasi bor bemorga dori qabul qilganda allergiya beradi degan xulosaga kelmaslik kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.